Assalomu alaykum, mening oshxonam kanalining obunachilari. Sizlar bilan merengue rulet pishiramiz. Bizlarga kerak bo'ladi 200 gram tuxum oqi, 300 gram shakar kukuni, 25 gram kraxmal kukuruzniy, chimdim, limonli kislota. Tuxum oqini qattiq ko'pik qilishdan boshlaymiz. Tuxumimizning oqini ko'pirtirib oldik. Endi bunga 1 osh qoshiqdan shakar kukunini qo'shib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Saxinlik buramiz bilan shib ketdi. Endi bunga chimdim limonli kislota solamiz. Mana qoshiqning uchida limonli kislota. Aralashib ketdi. Endi kukuruznik kraxmalimizni solib 30 sekund mikser qilamiz. Aralashib ketdi. Gaz listiga pergament qog'oz solib, passamizni solib tekislab, duxovkaga pishirishga yuboramiz. Timizga solib tekislab oldik. Endi qoshiq yordamida iz tushirib chiqamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkaga 150 gradusga 40 minutga qo'yamiz. Usti qotadi, ichi yumshoq bo'ladi, duxovkadan olamiz. Ruletimiz ham pishib chiqdi. Mana usti qattiq bo'ladi, ichi mana ko'rchka bo'ladi, ichi yumshoq bo'ladi. Ruletimiz tayyor. Endi buni sovitishga olib qo'yamiz. Ruletimiz ham sovidi. Endi buni ustidan qalbak yopamiz. Boshqa patnisga ko'chirib olamiz. Qo'yamiz. Endi tekib o'girib olamiz. Ko'chirib oldik qog'ozidan. Endi orasiga krem surib, meva, yong'oq taxlab, rulet qilib o'rab olamiz. Morojniyli krem tayyorlaymiz. Yarim litr qaymoq, 180 gram quyultirilgan sut, chimdim, vanilin kerak bo'ladi. Mana ishimizni qaymoqni ko'pirtirishdan boshlaymiz. Qaymog'imizni quyuq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Quyilgandan keyin moloko qo'shamiz. Shuni molokomizni solib oldik. Endi buni quyuq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Quyildi, kremimiz tayyor. Vanilin solamiz, bitta aralashtirib olamiz. Ruletimizga krem surib, xohishga ko'ra meva, yong'oqlar solib, ichiga rulet qilib o'raymiz. Kremimizni tekislab surib oldik. Endi meva yong'oqlarimizni solib chiqamiz. Endi ehtiyotkorlik bilan rulet qilib o'raymiz. Mana endi ustini bezatamiz. Tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib bezatib oldik. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Barchangizni Alloh uchun yaxshi ko'raman.